soxta kanallarga adashib ketmanglar. O'yinda qonun qoidalariga amal qilinglar aziz do'stlar. Iloji boricha Telegram premium olinglar bitta. $5 ekan. Bir oyga $5 Telegram premium olib qo'yinglar. Endi rublda bilmayman do'stlar, 300 rublmi, 200 rublga to'g'ri keladi. O'zingizni xavfsizligingiz uchun, soxta kanallar sizga APK fayllar tashlab yubormasligi uchun, ya'ni soxta moshennik kanallarga aldanib qolmasligi uchun, o'sha Telegramning tagidagi reklamalar chiqmasligi uchun, o'zingizni xavfsizligingiz uchun albatta Telegram premium oling. Telegram premium olishda men ko'rsatib o'taman. Qanday qilib Telegram premium olinadi? Oddiy misol, Telegram yulduzlari degan bitta kanal bor, to'g'rimi? Telegram yulduzlari degan kanalga ham tagida reklama qo'yiladi. 1 million obunachisi bor Telegram yulduzlari. Tagida mana Nasaf Avenue degan reklama bor. Periti kanal deb buni o'zi qo'ygani yo'q. Buni tagiga majburan Telegram saytiga pul to'lab majburan qo'yishyapti. Buni Telegram yulduzlarining daxli yo'q bunga. Xuddi shunday agar siz Telegram premium sotib olmasangiz, mana shu reklamalar chiqaveradi, mana shu tagida turgan reklama chiqaveradi. Bunga o'tmanglar do'stlar. Buning uchun Telegram premium olasiz. Qanday olasiz? Ko'rsataman. Mana Telegram yulduzlarining tagida mana bunday narsa chiqib qolyapti. Siz X ni bosaman deysiz, mana bu X ni bosaman deysiz. Отключение рекламы, оформите Telegram подписку deyapti. Telegram подпискuni bir bosasiz, ежегодно $3 ежемесячно $5. Demak, 1 yillik sotib olsangiz $3, 1 oylik sotib olsangiz $5 deyapti. Ko'proq olsangiz arzonroq qilib beraman deyapti. Mana bunday qilasizda 1 yilligini sotib olasiz. Mana 1 yilligini ustiga bosasiz. Mana bu $39 bir yilga deyapti. Bir bosasiz. Mana bu yerda kartalarni qo'shasiz. Mana добавьте kartoni bosasiz. Karta raqamingizni terasiz, сохранить kartoni bosasiz. Bo'ldi. Shunday qilib kartangizdan Telegram premium sotib olasiz. Sizni Telegram kanalingiz taglarida reklama chiqmaydi. Mana shu narsani challenge qilishimiz kerak bizlar. Hamma o'zini Telegramiga Telegram premium sotib olsangiz, o'zingizni xavfsizligingiz uchun hozir mana APK fayllar chiqyapti-yu. Yolg'ondan masalan Ramazon taqvimi deydi ro'za oyida APK faylni bir bosasiz, sizni Telegramingizni egallab oladi ular. Moshenniklar Telegramingizni egallab oladi va siz kartalaringizdagi pullaringizni yechib olib qo'yadi. O'shanday bo'lmasligi uchun Telegram premium olish shart do'stlar. Masalan, sizni qarindoshingiz, akangiz, ukangiz больницada yotibdi deb bitta rasmni qo'yadi tagin, doktorning rasmini internetdan olib qo'yadi tagin, shu sizning qarindoshingizmi, rasmni ochib ko'ring deydi. Rasmning ustiga bir bossangiz Telegramingiz bitta qotatda o'zingizdan chiqib ketadi. Va do'stlar, buni moshenniklar taylaydi. Demak, sizga begona odam SMS yoza olmasligi uchun siz Telegram premium sotib olishingiz kerak. Hech kim senga yoza olmasa, seni faqat tanishlaring yozsa, ya'ni kontaktingda saqlanib bo'lgan odamlargina agar senga SMS yozishni xohlasang, gap bo'lishi mumkin emas. Sizga Telegram premium 1 oyda $3, $5 dan sotib ol deyapti. Mana, endi men sotib olingan kanal qanday bo'ladi? Sotib olinmagan kanal qanday bo'ladi? Telegram qanday bo'ladi? Sotib olinmagan Telegram qanday bo'ladi? Konfidensialnostga kirasiz. Telegram premium olinmagan. Xuddi sizniki mana shunday bo'lib turibdi. Juda ko'pchiligi 90%niki. Сообщениеga kirasiz. Сообщениеga kirasiz, все bo'lib turibdi. Hamma SMS yozadi. Bir bosasiz, siz xohlamayapsiz. Kontaktingizdagilar va Telegram premiumlar sizga yozishni xohlayapsiz. Hamma SMS yoza olmasin deyapsiz. Mana qulf turibdi. Mana только premium deyapti. Сообщение на звезды. Mana kay, доступно Telegram premium deyapti. Agar mana shu сообщение на звезды ni bossangiz, Telegram premium sotib ol deyapti. Siz sotib olsangiz, faqatgina звездочка olganlar, pul to'laganlar sizga yozadi. Доступнoni bosasiz, yana shu chiqadi, платное сообщение. Mana kay 1 oyda 549 месяц deyapti. Ana endi bundan chiqamiz. Ana endi qarang, голосовое сообщение. Hamma yoza olmasin, xohlamayapsiz, kontaktingizlar yozish kerak. Hech kim голосовое сообщение yoza olmasin desangiz, bossangiz mana qulf ko'rsatyapti. Mana qulf. Mana agar siz Telegram premium, только premium sotib olsangiz, ana shuni kontakti niktoga qo'shib qo'yasiz. Demak, sizga hech kim yoza olmaydi. O'zingizni tanishlaringizdan boshqa kontaktingizga saqlanib qiling. Alini ham, valini ham saqlanib qilib tashamangda, kerakli odamni saqlanib qiling. Va o'shalar sizga yoza oladi. Begona tashqaridan hech kim yoza olmaydi. Ana endi do'stlar, men Telegram premiumim bor menda.
Endi Telegram Premium haqida mana bunday bo'ladi. Telegram Premiumda mana bunday bo'ladi. Mana kelinglar. Mana bunday bo'ladi. Сообщениyaga kiraman, platniy. Mana platniyga qo'yib qo'yibman. Menga hech kim yoza olmaydi. Mana bu yerda ikkita odamdan tashqari besplatniy отправкani o'zingiz qo'shib qo'yasiz kontaktingizdan. 10 mingta zvyozdochka menga to'lash kerak kimdir yozish uchun. Yoki mana kontaktingizga qo'shib qo'yasiz yoki nazat qilasiz. Ana endi mana bu yerda голосовое сообщенияni ham xuddi shunday. Hech kim голосовое сообщение topshira olmaydi. Bitta odamdan tashqari. Bu yerga onamni qo'yib qo'yganman. Bitta onamdan tashqari hech kim голосовое yoza olmaydi menga. Hech kim yoza olmaydi. Bu juda muhim. Bu degani tashqaridan sizga hech kim Cobalt yutib oldingiz Bahodir bratdan deb sizga yoza olmaydi. Siz yopib qo'ygansiz, nomeringizni yopib qo'ying. Telegramga hech qanday nick qo'ymang. Nick qo'ydingizmi, u nickdan nomeringizni topib olish juda oson. Nick qo'ydim, nomerimni yashirdim desangiz, yo'q, nickdan topib oladi. Shunday programmalar bor. Shunday nickni bitta tashlaydi, Telegram raqamingiz chiqib chiqaveradi. O'sha sim karta raqami kelib chiqaveradi. Nick qo'ymang, shunchaki nomeringizni yopib qo'ying. Sizga men nima deydi, по-bratski tavsiya aytayapman. Jaydaricha qilib tushuntiryapman. Sizga boshqa begonalar virus tashlamasligi uchun, boshqa begonalar sizga SMS yozmasligi uchun, sizga Bahodir bratdan Cobalt yutib olding deb SMS yozmasligi uchun Telegram Premium oling. O'zingizni xavfsizligingiz uchun, mayli meni o'yinim uchun emas, o'zingiz uchun. Ya'ni soxta APK fayllar birovlar tashlamasligi uchun Telegram Premium oling. O'zingiz uchun do'stlar. Mana men sizga addushi, по-bratski tavsiya beryapman. Keyin menga rahmat aytasiz. Qani bir urinib ko'ring. Telegram Premium nima ekan? Rossiya kartadan ham Telegram Premium olsangiz bo'ladi, Visa kartadan ham, O'zbekiston kartadan ham, любой kartadan Telegram Premium olsanglar bo'ladi. Undan keyin mana bu yerga do'stlar, облачный parolni yoqib qo'yinglar. Vkl deb qo'yilgan. Mana облачный parolni qo'shib qo'yinglar. Ya'ni двухэтапный parol deyapti. Ko'ryapsiz-a mana? Двухэтапный parol. Pochtani ham qo'shib qo'ying. Bundan keyin hech kim kira olmaydi. Облачный parolingizni, ya'ni pochta для вход, ya'ni Gmail kiritib qo'yasiz. Hech kim kira olmaydi Telegramingizga. Kelishdik-a? Hamma shunday qilib olish shart do'stlar, bu zamon talabi hozir. Xavfsizlik kerak o'zingizga.